qiz bo'lishning fazilati. Ey suyumli qizim, bu dunyoga qiz bo'lib yaralgansan, eng avval qiz bo'lishning fazilatini obdan tanig'in. Shundala bu hayoti dunyoda qandoq yashash, hayot musofasini qandoq ma'nolarga to'ldirish, qo'nalg'uga o'xshaydigan dunyo maishatlariga berilib ketmay, qizlik qadr-qimmat yaratib umr surishni bilib olaysan. Shuni esingdan chiqarmag'inki, ona bo'lg'ichi faqat qiz bilan o'g'ilni tug'alaydi. Shunga bu dunyoga ko'z ochgan o'g'ilmi aziz, qizmi aziz? Hargiz biridan ustun emas. Undaqda bu azizlik qayerdan keladi? Bilginki, bu azizlik o'g'illar xos jasoratga va bu jasorat tuqqan qat'iy e'tiqod ruhiga ega bo'lganda. Qizlarga xos nazokat va latofatga, dunyoni illiqlik to'ldiruvchi go'zal axloqqa erishganda maydonga keladi. Sen o'zingning qiz bo'lib yaralganingga shukr qilib, qiz bo'lishning fazilatini cho'nqirlab tushunganingda, dunyoda fazilatli qiz bo'lishdan afzal ishning bo'lmaydiganligini, fazilatli qizning dunyoning ko'rigi, jahonning bezigi, hayoti dunyoning quvonchisi ekanligini, bu oliy martabaga ega bo'lishning nihoyatmi xosiyatlikligini tushunib yetalaysan. Undaqda bu hayotni qanday o'tkazmoqchisan? Ey bulbul sifatli qizim, bu dunyoda hayotlikdan ustun turgan shodlik, shirinlik va go'zal narsa bo'lmaydi. Chunki u insonga bir qitim nasib bo'ladi. Shunga takrorlanishi aslo mumkin bo'lmagan hayotlikni behuda zoyi qilib etish to'liq afsuslanarli ish. Bu qimmatli boylikdan cho'qim unumli foydalanish kerak. Qizim, shuni esingdan chiqarmag'inki, dunyolikdagi maqsading va umrlik nishoning hargiz yeb ichish, huzur kiyinish, kayf safa va aysh-ishrat fayzini surish bilan umrni xo'ritish yoki egaklash bo'lib qolmasin. Mana bunday tuyuq yo'llar hayot musafangdan hech qanday nishon qoldirmaydi. Dunyoga to'rilib hech qanday nishon qoldira olmagan insonning qilch qimmati bo'lmaydi. Undaq jonning bu dunyoga kelganidan kelmagani ming afzal. Hech qanday odam bu dunyoga mukammallik tojini kiyib kelgan emas. Balki turmushning o'rkashli qaynamlarida pishib, bara-bara takomillashidir. Bu hayotning ma'nosimi hayot to'lqinlarini yerib o'tib, ma'lum bir ishda kamolatga yetish uchun kurash qilish, uzluksiz tirishish orqali vujudga keladi. Sen hayotning faqat o'zingga taalluq emasligini tushun, qizim. Sen bu dunyoda o'zingning haqiqiy bir kerakli odam ekanligini namoyon qilgin. O'zingning kishilar oldidagi qimmatingni bilish sana zo'r saodat baxsh etadi. Chunki uzun umr ko'rgan kishidanmi hayotni cho'nqiroq tushunib yashagan odamning umri uzun hisoblandi. Sen o'zim uchun yashayman deb o'ylama. Hayoting sen uchun eriyotgan sham emas. O'zi uchun yashash hayot emas. Atrofingdagi biror qurdishing va biror ulpitingning baxtsizligini ko'rganingda, o'zingning baxtsiz ekanligini his qila olsang, qalbimda haqiqiy insonlik tuyg'usi paydo bo'pti deb bil. Qizim, sen har bir tiniqqingni ma'nolar xazinasini qazishning sarmoyasi qilgin. Nurg'un qizlar kichikida bolalikning shirin sho'xligiga asir bo'lib ketib, bolalikning qanday qilib yoshlik qolmishib qolganligini sezolmay qoladi. Yoshlik mavsumiga kelganda, yoshlik g'ururi va kuch-qudrati uning qiyirlikning mushaqqatini o'ylashga fursat bermaydi. Natijada 85 degicha umr gulshin xazon bo'lib, qaqshal daraxtga o'xshash o'ziga misoy tashlay olmaydigan bo'lib qoladi-da, kayniga burilib, bosgan hayot manziliga qarab, qilcha hayot nishoni qolmaganligini, har bir qadamini g'aflatdan so'ramsilib, bosqanligini biladi. Shunga qizim, o'tgan kuning uchun yosh to'kma, atang uchun g'am yema.
Her bir gününgni yaxshi o'tkazalsang, u o'tmishingga kapolat, atanga ko'rik bo'ladi. Agar bugun utuqliq bo'lgan bo'lsa, bu kunlik umringning qimmati bo'ladi. Agar bugun bu hayotlikdan hech narsaga ega bo'la olmasang yoki hech ish qilmagan bo'lsang, shu kunlik hayotingni o'lgan hayot deb umr daftaringdan o'chirib et. Chunki vaqt noli faryodlik yelinishlar va nadomatlik yoshlarning royiga beqib, orqaga yonmaydigan rahimsiz daryo. O'tib ketayotgan kunlarni faqat oy va yillar dema. U sening umringni xo'ratquchi yalmavizga o'xshaydi. Oy va yillar davomli yangilanib turdi. Ammo umringning yangilanganini ko'rdingmi? Şuna, yoshlik baharing ketmasdan burun, onundan to'zimas gullarni ichildirgan qizim.